マチックな歴史通りドラマチックな教科書通りいけない踊れない日々です結末はやるかやられるか定め通り抗い歌い走り出すもうダメージなんかもうへっちゃらか楽しんでいるのさ充実感と理想現実をだとかと掴みに行くのさJangda o'lmoq jasurning ishi. Jang uchun hayotidan voz kechish, tugamas janglarda qatnashib sharafga sazovor bo'lish mumkin. Bizni hikoyamiz esa bu qonli asrni boshidan o'tkazgan bir qahramon haqida bo'ladi. Ko'z oldingizda Takauchi Ashigaki hayoti gavdalanadi. Nambokuchu davra. Xo'sh, hazillashganimiz yetadi. Janob Takeyoki! Sizni kamonda o'qizish vaqtingiz keldi. Qochadigan yo'llaringiz qolmadi, janob Takeyoki. Voy, uzr. Jag'im. Namuncha chaqqon bo'lmasa. Davdar, qoyil qolgan vaqt topganingni qara. Janob Takeyoki u yerdan chun yiqilib tushasiz. Iltimos, janob, tusha qoling. Yiqilsangiz qayeringizdir sinib qolmasin. Kimdir uni to'xtatinglar. Ya tavba, nima bo'lib bozor bo'lib ketdi? Axir ulug'vor Ashigaki o'z qahramonliklariga yo'l oladi. Haliga biz janob Takeyokini qidiryapmiz. Yosh xo'jayinga nimadir sodir bo'ldimi? Qani u? Namuncha chaqqon bo'lmasa. Qani surbotdan? Kechirasiz, men ketolmayman. Qani, yo'l beringlar. Yillar o'tdi. Lekin sizni haligacha ushlash qiyin, yosh xo'jayin. Takauchi! Takauchi Asakagaman. Bugun Kyotoga yo'l oldim. Men o'tda Godaigo imperator yurishlarini to'xtataman. Bu qilmishlarim bilan Xo'ja oilasiga va sizga qanchalik sodiqligimni ko'rsataman. Siz bizni umidimizsiz. Kamakuro va biz oilamiz ulug'vorligi uchun barcha dushmanlaringizni yengishingizni tilayman. Xo'sh. Yo'lga chiqamiz. Xo'p. Nega qanaqadir Ashigaki oldida xijolat tortasan? Kyoko, Janob Takeyoki, siz Bafukuni vorisisiz. Bu degani shu jangchiga kelajakda siz buyruq berasiz. Keyin siz mana bo'lajak erim, siz o'zingizni shunga munosib tuting. Kyoko, men sen bilan unashtirilganimni eslolmayman. Janob Takeyoki, Qayoqqa yo'qolib qoldimikan? shu atrofda yashirinib o'tirgandir-de. Uzr Kyoko. Keyingi safar gaplashamiz. Xuddi shamolga o'xshaydi. Gapirishga til ojiz. Faqat yashirinib qochishni eplay oladi. U ham axir bo'lsa, lekin uni Takauchi bilan solishtirib bo'lmaydi. Mana senga Bakufu vorisi. U ham o'zini otasiga o'xshab qo'g'irchoq bo'ladi bir kun. Rozimisiz, Takauchi janob oliylari. Bu holda biz hammasini o'zimiz tayyorlaymiz. Nima bo'pti otajon? U baribir umrini oxirigacha to'qchilikda yashaydi. Janob faqat yugurishga usta bo'lsa ham, u juda mehribon va sodda. Shuning uchun u meni erim bo'lishga juda ham mos keladi. Qayoqqa qolib ketdimikin, ha?
Agar janob yashirinadigan bo'lsa, biz hech qachon topa olmaymiz. Mani hali esimda 2 kun sandiq ichiga bekinganida hamma vohima ko'tarib organ edi. Unga buni nima keragi bor ekan? Tinchgina o'qisa bo'lmasmikin, a? Hozircha bu faqatgina gap bo'lishi mumkin, lekin kelajakda u oilani boshqaradi. Lekin aytchi, kim bunday dangasa va qo'rqoq hukmdorga bo'ysunardi? Takiyuki. Otamiz kasal bo'lib qolgan. Hech nimaga holi yo'q. Tezroq o'rinlarni olsang bo'larmidi? Nimaga men aka? Axir siz keyingi hukmdor bo'lishingiz kerak-ku. Yo'q, bu ilojsiz. Esingda yo'qmi? Men kanizak o'g'liman. Saroydagilar meni qabul qilmasa kerak. O'zi umuman olganda bizning xalqimiz qiyinchiliklardan qochish bo'yicha mashhur. Bu faxrlanadigan narsa emas-ku. Janob Takeyuki, sizni qidirib charchab ketdik. Ketdi u. Kamondan o'q uzgani mashq qilamiz. Iltimos! Iltimos! Ketdik darsga, iltimos! Ketdik darsga! Aka, menga qarab turing. Mayli. Takiyuki! Janob Takeyuki! Janob oliylarni qo'ysangizchi. To'xtab turing, iltimos. Janob Takeyuki! Janob Takeyuki! Yosh janob! Hali qancha qochasiz? Bizga rahmingiz kelsin, janob. To'xtang, siz o'qishingiz kerak. Janob Takeyuki! Men bizani Kamakurani juda ham yaxshi ko'raman. Bu yoqda hayot qandoq? Tinch o'tishini zavq bilan tomosha qilaman. Menga na boylik, na taxt ham kerak emas. Eng muhimi kunim shu yoqda o'tsa bo'lgani. Dangasa, qo'rqoq. Ha, men shunaqaman. Agar baribir davlatni gapda boshqarsam, jang qilishni o'rganishim nimaga kerak? Siz dangasayam, qo'rqoq ham emassiz. Unisi ham, bunisi ham ichingizdagi maxluqni ko'rsatishi. Menga otam shundoq deganlar. Kimsan? Qanaqa oting? Rostdan ham o'ta ham chaqqon ekansiz. Nima? Kimsan sen? Nima qiliq bu? Nima qo'ysan bu yerda? Sizni uchratish men uchun katta sharaf, janob. Men shunchaki shinonalik ruhoniyman. Ismim esa Yorishiki Suwa. Shinanodan ruhoniy? Sen o'zi qachon bu yoqqa chiqishga ulgurding? Sizdan ancha oldin. Men bu daraxtga chiqishingizni oldindan ko'rganman. Senga qarab negadir ko'zim og'rib ketyapti. Voy, kechirasiz. Men ma'budlar tomonidan tanlanganman. Tug'ilishimdan beri hamma yoni ruhiy nur bilan yoritib turaman. Vaqtinchaga o'chirib turaman. Men bu yerlarga Kamakurani yovuzlikdan qutqargani keldim. Ibodatlar o'qib bo'lingan va hozir otangizga izoh bergani ketgan edim. Bu qizning ismi Shizuku. U har xil sirli mahoratlarga o'rgatilgan va u meni yordamchim. Bu kishi negadir shubhali. Men aynan shu daraxtga chiqishimni qandoq bildi?